Kamol opa, plyus kamayib ketdim. Hech qachon reklama olmayman deb reklamaga chiqyapsiz. Ha, endi nima qilish kerak? Nonni katta tishlasan ham gap katta gapirma. Kunimiz o'tish kerak-ku. Kun uchun reklamaga chiqdingizmi? Shunaqa. Endi siz qoluvdingiz bir kami gapirmagan bizning reklamamizni. Hurmatli xaridorlar, assalomu alaykum. Nonni katta tishlaydigan o'zimni pampushka pompalolarim. Sizlar uchun zo'r reklamani qo'yib beraman. Reklamachi bo'lsak ham, savdogar bo'lsak ham, sotuvchi bo'lsak ham sizlar uchun biz har doimgidek xizmatchimiz. Buni tan olamiz va tan olib kelganmiz. Hurmatli, o'zidan ketib qolgan ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi qizlarimiz chaynamasdan, g'iybat qilmasdan, sekingina o'zingiz ishingizda davom etavering. Biz qilgan ishni siz ham qilasiz, siz qilganini biz ham qilamiz. Hammamiz birdaymiz. Hammamiz qo'limizdan bir xil ish keladi, lekin vaqt soati bilan hamma o'zini ko'rsatib qo'yadi. Bunga vaqtga qo'yib berish kerak hamma narsani. Men nima demoqchiman? Kamolov faqat reklama qilib yuribdi shim do'konlarida yoki anaqa boryapti degan g'iybatchilar uchun bu videomiz. Hurmatli g'iybatchilar, mana shim biznesini boshlaganimizga qancha bo'ldi? 3 oy bo'lgan bo'lsa, Allohga shukr.